PUBG'da 60 FPS ishlaydigan Samsung telefonlarini arzondan bormi deb so'ragan mijozlar uchun Samsung A50 ni taklif qilamiz. Xotirasi 464 GB bo'lgan ushbu smartfonimiz ko'rib turibsizlar, ishonish qiyin 60 FPS da ishlayapti. Qoyil. Narxiga keladigan bo'lsak 950 ming so'mga berib yuboramiz. Menimcha narxiga arziydi albatta. Navbatdagi telefonimiz esa Xiaomi dan 11 Lite 5G deb nomlangan model. Bu ham albatta 60 FPS da ishlaydi. Ayniqsa zaryadlarga gap bo'lishi mumkin emas. Xotirasi 8 ga 128 GB lik bo'lgan ushbu telefonimiz atiga 1 50 ming so'mga berib yuboriladi. Bu model aslida flagman model hisoblanadi. Arzon chiqishligining sababi esa ekran chetlari sarg'ayib qolganligi. Aslida bu hech qanday muammo yuzaga keltirmaydi. Hamma joyi radnoy hech qayerda alishmagan, faqat ko'proq ishlatilgan bo'ladi. Shu sababli shu holatga kelib qolgan. Aybi nuqsonlarga 1 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Keyingi telefonimiz esa LG dan V50 deb nomlangan model 8 ga 128 GB lik. Bu ham albatta 60 FPS da ishlaydigan itvachcha telefonlardan biri. Narxiga keladigan bo'lsak 1 100 ming so'mga berib yuboramiz. Aybi nuqsonlarga garantiyasi bilan va kerak bo'lsa dastavkasi bilan ham chiqarib berishimiz mumkin. Qolgan barcha qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram orqali aloqaga chiqib so'rab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va so'nggi bo'lib ko'rsatilgan telefonimiz Huawei dan P30 Pro deb nomlangan. Monster laqabini olgan 60 FPS-larni ajal bo'lmish smartfonimiz. Narxi $115 ga chiqadi. Garantiyasi bilan imeykalar ro'yxatdan o'tgan holda bonuslar bilan sotib yuboramiz. Ulgurib qolish kerak. Bunday qulay narxdagi telefonlarni xaridori ko'p bo'ladi. Sotilib ketgandan keyin "Vay, ulgurmay qoldim" deb o'tirman deyman-da. Xullas bizning manzil Namangan shahar Texnobar 84-do'kon. Quyidagi nomerlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.